ozod qush eding ukajon bo'y qizlarga tusheding. Endi o'zbek tilida bo'y qizlar bo'ydan qizlar. Kecha ozod qush eding bo'y qizlarga tusheding. Fayzulla ukajonim bo'sh eding bo'ydonliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding. Bugundan ola xurjinni qushding. Fayzulla shu ishni bekor qilding bo'ydonliging yaxshi edi. Yigitlar endi bugun nima bo'lsa ko'taraveradi, ha? 50 olib turarmidi? Olmaydi. Endi sizlar bilmaysizlar, Surxondaryoda. 50 atardik, Surxondaryoda yotardik. Ukajon bo'ydonlik yaxshi toparding, bo'ydonliging yaxshi edi, bo'ydonliging yaxshi edi. Uylandim deb buni to'g'rimang, ona 99-yil jo'ralarini. Choyxona yuyog'li palov to'larni. Endi ertadan ishoning, nima qilsangiz ham, xolamga ham, tog'amga ham uylangandan keyin aydadilar deydi. Oldin yoqaverardi. Ukajon endi tepa bukmang faqat ko'ralarni. Onajonim endi siz ham qaynonasiz. Otajonim endi siz ham qaynonasiz. Ukamjonim uxlab qolsa uyg'onasiz. Bir yildan so'ng Allohim qizdir o'g'il bersin. Yelkangizda nabiralar o'ynatasiz. Yelkasida nabiralar o'ynatadi. Qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda shaylanishar Olimbekning kanalida. To'ylar bo'lsin 99-yil ukajonlarimning uylarida. Xudo xolasa, bundan keyin xizmat qilaylik farzandingiz to'ylarida. Xizmat qilaylik farzandchalar to'ylarida. Qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda endi bugun ko'rasiz. Endi siz safarda ko'proq bo'lar ekansiz, lekin makiyaj jo'ralar bo'lardi. To'y tugaydi-yu, mana hozir 1-2 soatdan tugagandan ketishmaydi bular. Hali 10 kunlar ko'rishdi. Ataylar qozonga tashlab qo'yishib, tuzini solay, qovurini ishonavering bugun yo'q bir yo'nakida ketasiz. Birmi? Ha? Bo'lmasa Alloh sabr bersin sizga. Qarong'i ham tushmay buncha iminlaydi. Ukajonim yuraklari chimirlaydi. Qarong'i ham tushmay buncha imirlaydi. Ha? Kelin kuyov yuraklari dukunlaydi. Xudo xolasa ukajon, Alloh sabr bersin. Bir 10 soatdan keyin chimirlig'ini pardalari qimirlaydi. Chimirlig'ini pardalari qimirlaydi. Qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda kuyov bola, qulog'imizda. Birinchisi nima bo'lsa yigitlar? O'g'ildir, qizdir, Allohim chiroy chimmati bilan ota onasi bilan bersin, ha? Diydorlashib